ليث صبور ريح الشهادة. Bugungi darsimizda o'rganadiganimiz birinchisi Allohning tamyiz fe'li. Tamyiz arab tilidagi mayyaza so'zidan olingan. Mayyaza degani jamlanib turgan narsani ajratish degani. O'zbek tilida masalan imtiyozli degan gapni eshitganmiz. Bu ajralib turadigan, o'zgacha degani ya'ni. Shuning uchun ham bir bola agar oq qorani ajrata oladigan yoshga yetsa, masalan 6 yosh, 7 yosh, o'shanday bolani mumayyiz deyiladi arab tilida. Yoki masalan mumtaz degan gap. Arablarda a'lo bahoga o'qiydigan bolalarga shunaqangi 5 baho tarzida mumtaz degan istiloh ishlatiladi. Chunki u imtiyozlik, alohida o'zgacha bo'ladi u yoki shunaqangi o'quvchi. Xullas, mayaza ana shunday bir narsani boshqa narsaning ichidan ajratib olish, uni sarasini terib olish degani. Endi Alloh azza va jalla insoniyatning ichidan ana shunday mumtaz insonlarni, ya'niki a'lochi insonlarni ta'bir joiz bo'lsa, yoki dindagi a'lochilar, ifloslarning ichidan ajratib oladi. Yoki ifloslarni ularning ichidan ajratib tashlaydi. Ya'ni masalan bir mahsulot turibdi qo'lingizda, meva-cheva va boshqa narsa, o'shaning ichidan irgan-chiriganlarni chiqarib tashlaysiz-ku, sarasi qoladi. Ana o'sha tamyiz deyiladi. Alloh taolo insoniyatning ichidan ana shunday saralaydi insoniyatni. Bu ma'no Qur'onda 2 o'rinda Alloh haqida keldi. Birinchisi Al-Imron surasining 179-oyatida Alloh aytadi: "Ma kana Allohu liyadharal mu'minina ala ma antum alayh hatta yamizal khabitha minat tayyib va ma kana Allohu liyutli'akum alal g'ayb." Alloh mu'minlarni sizlar shunday bo'lgan holingizda tashlab qo'ymaydi hech ham. Hatto iflosni pokdan ayirguniga qadar. Va Alloh sizlarni g'aybdan xabardor ham qilmaydi deydi. Ya'ni, masalan, insoniyat men mu'minman desa, ha bo'ldi mu'min ekan deb Alloh tashlab qo'ymaydi deyapti. Xuddi shu holatida. Masalan, maktabda bir o'quvchi men a'lochiman desa, o'qituvchilar ha bo'ldi bu a'lochi ekan deb tashlab qo'ya oladimi? Yo'q. Yilda oxirida baribir imtihon qiladi uni. Va yil asnosida ham imtihonlar qilinadi. Masalan, birinchi fasl imtihoni deydi, ya'ni birinchi tugalik, ikkinchisi yoki har hafta o'zi kundaliklar tekshiriladi. Va har kun balki o'qituvchi o'tgan darslarda so'raydi. Bir o'quvchi men a'lochiman deganiga uni tashlab qo'yilmaydi, a'lochi ekan deb. Valillahil mas'ul a'la. Alloh azza jallani haqqida mana shunday. Alloh aytayaptiki, insoniyat men mu'minman desa, bo'ldi sizlar yaxshi ekan, mu'min ekansizlar, sizlar tashlab qo'ymaydi Alloh. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, toki iflosni pokdan ajratguncha, ya'ni imtihon qilaveradi degan. Hozir aytganimizdek, o'quvchilar har kun dars topshirish kerak, maktabni bitirgunga qadar. Va yana oxirida imtihon qilinadi. Insoniyat ham xuddi shunday. Mu'minman degandan keyin har kun unga sinovlar, imtihonlar kelaveradi va oxiratda yana hisob qilinadi qiyomatda. Ikkinchisi Anfal surasida 37-oyatida kelgan liyamizallohul khabitha minat tayyib va yaj'alul khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khosirun. Bundan shu Alloh nima uchun imtihonlar, sinovlar beradi? Mana shu aytilyapti. Alloh xabisni toyibdan ajratish uchun. Xabis ya'ni ifloslarni toyib poklardan ajratish uchun. Va iflosni ba'zisiga ust qilib, hammasini to'p qilib ularni jahannamga solish uchun. Ana o'shalar ziyon ko'rganlar deydi. Ya'ni yuqorida misolda aytganimizdek, bir mevani ichidan chiriganlarni olib hammasini bir paqir qilib oxir axlatga tashlab yuborasiz-ku. Qolganlarini ham chiritmasin deb. Yoki masalan guruchni qanday tozalaysiz kurmaylardan? Hamma kurmaylarni keyin bir kosa qilib olib axlatga tashlab yuborasiz. Toshlarni. Ana shunga o'xshab Alloh xabislarni ajratib tashlaydi poklarning ichidan. Ularni keyin ba'zisiga ustiga qo'yib deyapti, ya'ni bir uyum qilib, hammasini bir to'p qiladi-da, ular jahannamga tashlab yuboradi. Endi borliqdagi ta'siriga qarasak buni. Asli borliq bir butun edi. Xuddiki masalan insoniyat yaratilganda bitta inson bo'lganiga o'xshab. Keyin borliq parchalandi. Nur va zulmat paydo bo'lgan. Vaja'ala zulumati va nur deydi. Zulumotlar va nurni qildi. Imom Tabariy rivoyat qilgan asarda keladi, zaif bo'lsa-da ma'nosi to'g'ri. Alloh nur va zulmatni yaratgan paytda ular bir butun edi. So'ngra ularning o'rtasini ajratib yubordi degan. Ya'ni buni fizikada shu katta portlash deyiladi-ku. Butun koinot ichidagi qora materiya, yorug'lik, energiya hammasi bir butun narsa edi. Borliq shu katta portlash bilan boshlanib, shu bilan ajraldi hamma narsa bir-biridan.
yulduzlar, ular atrofida sayyoralar, ular atrofida yo'ldoshlari va boshqa jismlar ajralib chiqdi. Va har qanday jism bu tabiatda qarasang ajraladi. Masalan, bir butun toshni olib maydalasang qumga aylanadi, tuproqqa aylanadi. Suvni sochsang bug'ga aylanadi, parga aylanadi, molekulalarga bo'linadi. Atomlar hatto ajralayapti. Atomlarni bo'lish jarayoni sodir bo'lyapti. Va borliqda jismlarni qarasang qimmatbaho va arzimas jismlarga ajralib qolgan. Masalan, oltin, tilla, kumushlar. Bularda Alloh tabiatda shunday o'zgacha imtiyozli metallar qilib qo'ygan. Buning muqobilda ko'mir bor, tezak bor va boshqa arzon mahsulotlar ham bor. Mana shu tarzda borliqda Alloh narsalarni ajratadi. Insonda qarasang, birinchidan Alloh insonni yaratishdayoq o'zi borliqda iblisni maloikalar ichidan ajratib chiqarib tashladi. U farishtalar ichida edi. Lekin Alloh aytdi-ku, Alloh hech qachon mu'minman degandan keyin birovni shunday tashlab qo'ymaydi, uni ajratmaguncha, saralamaguncha dedi. Iblis imtihon qilindi. Odamga sajda qilish bilan u imtihondan o'ta olmadi, shuning uchun Alloh uni farishtalar ichidan ajratib chiqarib tashladi. Chunki biz aytdik, biz oddiy qo'limizdagi bir mevani chiriganini undan ajratib tashlaymiz. Endi Alloh shunday maloikalar ichidan bu chirigan iblisni ajratmaydimi? Ana shuning uchun Alloh unga sajdani buyurdi va shuning uchun qilmagani uchun ajratib tashladi. Ikkinchidan, insoniyatni ham Alloh bitta inson qilib yaratdi. Hamma Odam alayhisalomdan tarqadi. Lekin insoniyat ichidan ham ana shu ifloslik pokizasidan ajratildi. Odam alayhisalomning ikki o'g'lidan boshlandi bu, Qobil va Hobildan. Va haligacha davom etib kelyapti. Tamyiz sunnati. Alloh insoniyatni xabisini pokidan ajratishda davom etyapti. Payg'ambarlar mana shu uchun keldi aslida. Odamlarning ichida kim haqqa ergashadigan toyib, kim botilga ergashadigan xabis. Mana shuni ajratilish uchun. Hech qachon shuning uchun bir xalq millatni na bir zamon, na bir makonda Alloh taolo payg'ambarsiz qo'ymagan. Doim demak insoniyat elakdan o'tkazib saralanib turiladi shunday. Va shuning uchun Alloh imtihonlar jo'natadi. Sinovlar insonlarni ajratadi. Imtihon sinov paytida munofiqlarning tili chiqib ketadi. Mana Ahzob jangida Madinada hamma o'zini musulmonman deb yurgan, lekin qancha munofiqlarning marazi ochilib ketdi Ahzob jangida. Bu odam bizga Rum bilan Fors fath qilishni va'da qilyapti. Hojatxonaga borishdan qo'rqyapmiz-ku o'zi. Sizlar boshimizga shuncha baloni olib keldinglar deb munofiqlar sayrab oldi. Mu'minlar hada ma va'adanallohu va rasuluhu deydi. Mana shu bizga Alloh va'da qilgan va Rasul va'da qilgan narsa. Hozir ham ko'rasan, shunday imtihon paytlarida odamlar ikkiga shunday ajralib qoladi. Kimdir malomatdan bo'shamaydi, zarar ko'rding, zarar qilding deb, kimdir esa Alloh Rasuli o'zi bizga shuni va'da qilgan, bu dunyo imtihon deb undan chiroyli o'tadi. Ana shunday Alloh ajratib qo'yaveradi poklar bilan xabislarni. Shariatdagi ta'siriga qarasak, shariat ham insonlarni ajratadi. Shuning uchun baroatga buyuradi shariat. Hech qachon mu'min bilan kofir osh qattiq bo'lishligiga ijozat bermaydi. Hatto bir majlisda o'tirishiga ruxsat bermaydi. Agar Allohning oyatlariga kofir bo'linayotgan, istehzo qilinayotgan bo'lsa, o'tirmanglar deydi shariat. Mushrik bilan birga yashama deydi. Imkoni bo'lsa albatta. Ulardan e'tiqodiy jihatdan ayril deydi. Eng kamida. Shariat insonlarni ana shunday iflosini pokidan ajratgani uchun ham kofirlar payg'ambarlarga farroqta jam'ana, bizni jamoatimizga tafriqa solding sen derdi. Ota bilan bolani ajratding, er bilan xotinni ajratding, aka bilan ukani ajratding, do'st birodarni ajratding dedi. Va hozir ham shunday deydi. Chunki shariat tamyizda olib keladi-da. Shariat iflos bilan pokda aralash qurilish bo'lib yuraverishni olib kelmaydi. Shuning uchun Furqon deyiladi Qur'onda. Endi qiyomatdagi ta'siriga qarasak. Birinchidan qiyomatda insoniyat batamom ajraladi. Bu dunyoda mayli shu bir yer kurrasida yashab yuradi odamlar. Mu'mini ham, kofiri ham, poki ham, iflosi ham. Lekin qiyomatda abadul abadga ajralanadi. Xabislar tup-tup bo'lib jahannamga, toyiblar guruh-guruh bo'lib jannatga. Shuning uchun Alloh Qur'onda aytadi: "Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Ey jinoyatchilar, bugun ajralinglar deydi. Ya'ni dunyoda aralash quralash bo'lgansizlar shu bitta sayyora yerda ichida. Endi bugun al-yawm vamtazul yawm, bugun ajralasizlar deydi. Jannat poklar diyori faqat poklar kiradi u yerga, jahannam ifloslar diyori faqat ifloslar kiradi u yerga. Yoki gunohiga yarasha iflos bo'lganlar. Shuning uchun hatto jahannam haqida Alloh aytadi:
takadu tamayyazu minal g'ayz. U jahannam nafratdan ajralib, yorilib ketay deydi. Ya'ni o'sha kofirlar, gala ifloslar uni ichiga tiqilgandan keyin jahannamning o'zi hatto parchalanib ketay derganda, o'shalarga chidamagandan. Lekin Alloh ushlab turadi. Bir joyga poruxni tiqaversangiz, borgan sari zichlik oshaversa, haligi portlab ketadi-ku oxiri. Ana shunga o'xshaydi-da. Akramakumulloh. Mana qadimda katta xarsang torishlarni parchalash uchun xarsang toshni u yoqdan bu yoqdan teshiklar tiqib, teshiklar yasab, keyin u teshiklarning ichiga eshakni tezagini tiqib chiqishgan. Haligacha tog'larda yashaydiganlar bu uslubdan foydalanadi. Haligi teshiklarga mahkam qilib, zich qilib eshakni tezagini tiqsa, keyin ustidan uni ham bir tosh bilan nima bilandir mahkam yopib qo'ysa, haligi tezak ichidan chiqargan sassiq gaz zichligidan toshni parchalab yuboradi oxiri. Mana shu sabab toshlarni maydalash bilan mana shu narsadan foydalanishgan. Toshlarni maydalashda. Aytmoqchimanki, jahannamda ham qarang, gala ana shunaqangi tezaklar tiqilgandan keyin jahannam yorilib ketaydi ekanda, bularga chidamagandan. Endi bundan olinadigan nasibalar. Birinchidan, tamyizga iymon keltirishimiz kerak biz. Ya'ni insoniyat hech qachon bir xil bo'lib turmaydi. Mu'minlar hech qachon mu'minman degandan keyin bir xil bo'lib turmaydi. Albatta ajraladi. Masalan, oddiy bug'doyni qarasang, undan necha xil sort un chiqadi. Birinchi sort deydi, ikkinchi nav, uchinchi navlik deydi. Ya'ni qorasi bor, bug'doy rangi bor, oppoq un bor, oq un bor. Albatta bir bug'doy undan har xil shunaqangi navdagi unlar chiqadi. Endi insoniyatda ham xuddi shunday deyapmiz. Odamlar aytadi-ku, nimaga shu insoniyat deydi firqalarga bo'linaverar ekan, ha? Masalan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatini qarang, o'tgan ummatlarni qarang. 71 firqa yahudiylar, nasorolar 72 ta firqa, musulmonlar 73 ta firqaga bo'linib ketadi dedilar ummatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nimaga bo'linaveradi shunaqa? 73 ta firqani bittasi najot topgan ahli sunna wal jamoa. Shuni ichida ham qarasang, nechta mazhab bor. Hammasi o'zini to'g'ri deydi. Nimaga insoniyat mana shunday bo'linaveradi desang, chunki aytayapmiz-ku, bu Allohning sunnati bu. Agar Alloh xohlasa hech kim ixtilof qilmasdi, lekin Alloh ana shunday ajratishni istaydi. Har qanday narsani saralab naviga turin-turga ajratishni istaydi. Masalan, sen pul topasan qara. Keyin kuni bo'yi topgan pulingni uyga kelib nima qilasan kechqurun? 1 so'mliklarni 1 so'mlikka, 5 so'mliklarni 5 so'mlikka, 100 so'mliklarni 100 so'mlikka ajratib chiqasan, to'g'rimi? Nimaga hammasini bitta qilib qo'ymaysan? Endi ajratib hammasi uzun safda turish kerak-da deysan. Ana shunga o'xshaydi. Insoniyat u ma'daniga qarab, ya'ni asliga qarab, pok, nopokligiga qarab albatta uni ajratiladi. Hech qachon bir xil turmaydi. Qorishish bu Allohning sunnatiga zid narsa. Ba'zilar aytadi-ku, kelinglar ahli inoq bo'lib yashaylik. Multfilmlarda ko'rasan bu narsani faqat. Multfilmda ham bo'lmaydi aslida. Mushuk bilan sichqon doim bir-birini qo'llab yuradi. Ba'zilar aytadi, diyonatlarni birlashtiraylik deydi. Masalan, sunniylar bilan shiiylarni yoki ba'zilar aytadiki, Ibrohimiy diyonati chiqaraylik, yahud, nasoro, musulmon hammasi bir millat-ku, hatto Durziy. Shularni hammasini bitta qilaylik deydi. Hech qachon imkonsiz bu. Maqsad ana shu tamayyuzus sufuf, saflar ajralishi albatta bu Allohning sunnati. Bu narsani bo'lishiga biz iymon keltirishimiz kerak. Buni aylanib o'taman deb bo'lmaydi. Imtihon, sinov paytlarida insonlar ajraladi. Mana shunda ham imtihonni va sinovni yomon ko'rib, unga zahrini sochmaydi mu'min odam. Bu Allohning sunnati deb biladi. Masalan, kofirlar bosib keldi musulmonlar ustiga. Ana shu paytda mu'min odam tamayyuzus sufuf bo'lyapti deydi. Saflar ajralyapti. Hozir biz sinalyapmiz, kim bularga qarshi turadi, kim bularga sotilib ketadi. Mana shunday qabul qiladi. Munofiq esa Allohning mana shu tamyiz sunnatini tushunmagan odam dinni ma'lumot qilish bilan bo'shamaydi. Shu diningni deb bo'ldi, islomingni deb bo'ldi, Qur'oningni deb bo'ldi, jihodingni deb bo'ldi deb mana shuni ma'lumot qiladi. Hozir bir yigit masalan namoz o'qisa, soqol qo'ysa, diniga amal qilsa, o'shandan keyin tabiiy tinchi buziladi. Chunki Alloh aytdi-ku, Alloh qo'yib qo'ymaydi mu'minman degandan keyin bu haqiqiy mu'minmi yoki riyokor, soxtami? Albatta uni ajratish kerak, shuning uchun boshiga uni sinovlar jo'natadi, balolar. Shunda u o'zi birinchidan mana shundan to'g'ri o'tish kerak, men sinalyapman iymonimda deb. Ikkinchidan uni atrofidagilar. Bo'ldi, yech usti boshingni. Masalan, ayol qiz bo'lsa, ro'molingni yech. O'g'il bola bo'lsa, soqolingni ol. Yig'ishtir namozingni degan odam Allohning tamyiz sunnatidan o'tolmayapti.
Shu sunnatni tushunmayapti. Biz sinalyapmiz dinimizga amal qilgandan keyin. Hozir odamlardan bir gapni eshitasiz-ku. Hozir itam-bitam hijob o'rab olgan, hijob o'raganlaringni qanchasi o'zi u bir baloni boshlagandan keyin hijobga kirib olgan deydi. Ana shu uchun ham hijobga taqiq tugamaydi. Mana islomiy deyilgan o'lkalarda ko'ramiz. Musulmonlar yashayotgan o'lkalarda doim hijobga, niqobga taqiq cheklovlar, to'g'rimi? Nimaga shunaqa bo'ladi? Ya'ni buni Alloh qodirku shunday to'xtatib qo'yishga shu narsani. Mana bu odamlar aytayotgan gap bor-ku, qilar ishni qilib qo'yib hijobga kirib olganlar. Ana o'shanaqalar ham sinalishi uchun, haqiqiy hijoblilar ajralishi uchun. Yoki qilar ishni qilib qo'yib keyin o'zini dindor qilib olgan erkaklar ham va haqiqiy mu'min erkaklar ana shular ajralish uchun ham shu imtihonlar tugamaydi. Modaga soqol qo'yganlar bilan taqvoga soqol qo'yganlar, modaga hijob o'raganlar bilan taqvoga hijob o'raganlar ajralish uchun Alloh mana shunga taqiq qiladigan shu zolimlarni yarataveradi. Makan Alloh liyadarul mu'minin degan chunki Alloh mu'minlarni qo'yib qo'ymaydi, shunday holicha toki ularni iflosini yaxshisidan ajratmaguncha. Va sizlarni g'aybdan xabardor ham qilmaydi degan. Ya'ni senga Alloh g'oyibona aytib qo'ymaydi, mana bu o'sha haqiqiysi, mana o'sha soxtasi deb. Bu g'ayb bu. Alloh shunday qiladiki, o'zi g'oyibona bilgan narsasini ana shu imtihon sinovlar orqali voqelikda ajratish istaydi. Odamlar dinga kirgandan keyin hech kim meni mushugimni pisht demasa deydi-da. Unda haqiqiy bilan soxta qanday ajraladi? Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar-ku, so'zlarning ma'nosi, agar haq ahliga, da'vatchilariga imtihon kelmasa, hamma haqiqatparvar da'vatchi bo'lardi. Lekin uni badali bor, haqni aytish, da'vat qilishlikdi. Imtihon, qiyinchiliklar, sinovlar keladi. Ana shundan o'tolganlar haqiqiy haq uchun turgan, haq uchun da'vat qilgan bo'ladi. Aks holda haqning obro'si bor. Haqning obro'siga aldanib ham ko'pchilik o'sha haqiqatparvar bo'laveradi. Haqning g'ururi bor. Haqning mardligi bor. Aksar odamlar o'sha haqning g'ururi, mardligi uchun bu tomonga o'tib oladi. Lekin bitta imtihon sinov kelganda, keyin ana shu g'ururga aldanib kirganlar bilan u haqning haqligi uchun kirganlar ajralib qoladi. Endi ana shu tamayyuzu sufuf, saflar ajralishi va imtihon bo'shamasligi insonning boshidan. Shu narsani bir islomiy hayotlarda ham ko'rasan. Masalan, musulmon oilalarda demoqchiman. Mo'mina ayollarga ko'p xotinlik masalasida mana shunaqa sinov keladi. Chunki ular hijobida masalan sinovdan o'tgan. U hech qachon moda uchun hijob o'ramagan va Alloh yo'lida yashashlikda sinovdan o'tgan. Lekin bo'ldimizda. Insonni Alloh aytdi-ku, to ajratmaguncha, ya'ni oxirigacha o'lguncha inson qachon ajraladi? Omtazul yawm ayyuhal mujrimun, qiyomatda ajraladi. O'sha qiyomat kelguncha, ya'ni o'lguniga qadar inson imtihon qilinishda davom etaveradi. Shuning uchun ham ko'rasan, mu'minalarning boshligida ko'p xotinlik sinov bo'ladi. Johilalarda ko'p xotinlik sinovini ko'rmaysan. Erini o'ynashi bo'lsa ham bilmaydi, ehtimol o'zini bilmasligiga olib yuraveradi. Bilgan taqdirda ham bir marta borib keldi, shu bilan qutuladi. Lekin har kun yuragi g'ashligi, bir kun eri unikiga ketgan, bir kun unikiga kelgan, bu imtihon, bu sinov bu. Ana shunaqa paytda ko'rsan, ko'pchilik hatto iymondan qaytib ketadi. Hijobini yechib yuboradi. Dinga nafrat qilib yuboradi. Eriga osiylik qilib qo'yadi. Bu imtihonning haqiqatini tushunmaslik. Biz o'lguncha imtihondamiz. Dinimizga qanchalik kirsak, imtihonimiz shuncha kuchayadi. Diningda qancha yumshoq bo'lsang, imtihoning shuncha yumshoq bo'ladi. Shuning uchun mana shu haqiqatni tushungan inson, ya'ni saflar ajralyapti bizda. Kim haqiqiy mu'min yoki mu'mina, kim soxta? Mana bu imtihonlar unga yengillaydi. Ba'zilar shunaqa paytda aytadi, bir ayol masalan eri uni ustiga uylanganligi uchun dinida fitnalanib qolsa, nima kerak edi shunaqa qilib uylandi deydi. Bir odamni fitnalab yubordi bu deydi. Shuni bilingki, buni Alloh fitnaladi aslida. Chunki Alloh aytdi-ku, men mu'minman degandan keyin bir insonni shunday holatga tashlab qo'ymaydi, uni tok yaxshisini iflosdan ajratmaguncha dedi. Usiz, busiz u baribir fitnalanardi. To'g'ri, bu yerda hozir o'shaning sababidan fitnalabdi. Ko'p xotinlikdan. Lekin boshqa sababdan ham Alloh uni baribir fitnalar edi. Shuning uchun bu paytda inson islom ahkomini yomon ko'rishlik to'g'ri bo'lmaydi. Islom halol qilgan narsani bir inson qilsa, adolat qilsa xususan, zulm qilganini aytmayapmiz. Adolatsizlik qilganini aytmayapmiz. Adolat qilsa, lekin shunga qaramay bir tomon fitnalansa, bu o'zi fitnalangan ekan deyiladi. Alloh oyatda aytgandek, "Va minhum yaqul uzalli va la taftinni, ala fil fitnati saqatu." Ba'zilar meni izn bering menga, meni fitnalamang deydi. O'zi fitnaga tushib qolmadilarmi degan.
Ya'ni menga yo'q, menga bo'lmaydi bu deydi-ku, islomning ba'zi ahkomini ba'zilar. Menga to'g'ri kelmaydi, men bunga chidamayman deydi. Men fitnalanib qolaman deydi. Ana shunda o'zi fitnaga tushgan bo'lar ekan inson. Ikkinchi nasiba, inson o'zi ham mumayyiz bo'lishi kerak. Ya'ni odam ajratishni bilishi kerak. Haq kim, botil kim ajrata olish kerak. Soxtalar kim, haqiqiy mu'minlar kim? Hukm qo'yish boshqa narsa. Hukm qo'yish dalillarga, isbotlarga qaraydi. Lekin inson o'zi uchun kim kimligini ajrata bilish kerak. Laqma bo'lib har kimga ishonib ketaveradigan bo'lmaslik kerak. Shuning uchun mana qarang. Alloh Nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytgan, agar xohlasak munofiqlar sizga nomma-nom nomlab berardik degan. Lekin unday qilmadi. Nima uchun? Chunki unda faqat o'sha nom aytilganlarga cheklanib qolardi-da. Alloh aytdiki, "Va ta'rifannahum fi lahnil qawl." Ularning gaplari qing'irligidan bilasiz dedi. Mana bundan farosat ishlatib, kimda o'shanaqangi qing'ir gaplar va qing'ir fe'llar bo'lsa, unda o'sha nifoq borligini bilaverganlar. Garchi unga ko'ra hukm qo'ymasalar ham. Lekin shunga ko'ra muomala qilganlar. Mana bu odam ajratishni bilishlik, odamlarning fe'llari, gap so'zlari. Xuddi shunday ayollar hijrat qilib kelganda Alloh nima degan? Famtahinuhunna, Alloh a'lam bi imanihinna. Ularni sinab ko'ringlar, Alloh biladi iymonni ularni degan. Ya'ni yaxshi mashalloh mu'mina kelibdi, musulmon qiz kelibdi, hijrat qilib deb uni bag'ringga olib qolaverma. Xoinmi u? Kim u? Ayg'oqchi bo'lib keldimi? Zolimlar doim shunaqangilardan foydalanadi. U o'zini bechora qilib kelib olib hamma yoq changitib ketadi keyin. Ammo haligi baliq chuvalchangni ko'rsa, shu nafsini tutib tura olmagandek, erkaklar ham ko'pincha shu bitta qiz hijrat qilib kelib kelsa, nafsini tutib tura olmay, hammasi ilinadi ana shunga. Musulmon ekan, hijrat qilib kelibdi, yordam beraylik, yordam bering deb. Keyin qarabsizki, u hamma yoq changitib, hamma yoq fitna qilib ketadi. Yoki kimdir o'zi yeridan qochib kelgan, kimdir ota-onasidan qochib kelgan. Hijrat deb nomlaydi buni. Ana shuning uchun Alloh aytgan, Alloh biladi ularning iymonini, ularni sinab ko'ringlar degan. Sahobalar shuning uchun bir qiz ayol hijrat qilib kelsa, sen bizdan bir erkakni yoqtirib qo'yganingdan kelmadingmi deb unga ana shu savolni berishgan. Sen bir eringdan qochib kelmadingmi deb shu savolni berishgan. Chunki aksar holda xotin-qizlar mana shunaqangi bahonalar bilan qochadi-da, uni hijrat deb nomlaydi. Maqsad inson odam ajratishni bilishligi kerak, kim nima maqsadda ish qilyapti, o'shalarga aldanavermasligi kerak. Uchinchi nasiba, inson odamlarni darajasiga ajratib ularga muomala qilishligi kerak. Ya'ni, masalan, imtiyozli kishilarga imtiyozlik muomala. Bir inson o'qituvchi tasavvur qilaylik. Uni qo'ldagi o'quvchilar kimdir 5 bahoga o'qiydi. Kimdir 2 bahoga, kimdir 3 bahoga. Ana shular hammasiga bir xil muomala qilinmaydi. Mumtaz insonga mumtaz muomala qilinadi. Ya'ni uni ustida ko'proq ishlanadi, unga alohida e'tibor qaratiladi. Ikkishiga alohida e'tibor qaratiladi. Ba'zilar borda ikkichilar bilan a'lochilarni bitta qilib qo'yadi-da, keyin shu ikkichilar sabab a'lochilarni ham orqaga tortadi. Mana shunaqa qilmaydi deyapmiz. A'lochiga alohida e'tibor, ikkichiga yarasha e'tibor. Bu uni muomala qilganda jirkish demayapmiz. Unga ko'proq ta'lim berish a'lochiga. Chunki u o'qiyapti. Sovg'a berish, qiziqtirish. Ikkichiga bo'lsa, unga o'sha ko'targaniga yarasha ta'lim berish. Keraksiz tahdid qilish. Zulqarnayn Alloh unga tamkin berganda nima degan? Amma man zalam fasawfa nu'adibu. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adibuhu 'adaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Zolimni biz azoblaymiz. So'ng Robbisiga ketadi, undan da yomon azobga yo'liqadi. Ammo iymon keltirib solih amal qilganga esa unga yaxshi mukofot bor. Va yengil gaplar gapiramiz degan. Ko'ryapsizmi? Demak, inson qo'l ostidagi uni farzandlarigami, o'quvchilarigami yoki bir boshliq inson qo'l ostidagi xalqqami, demokratiyada hammaga bir xil muomala emas. Yaxshiga yaxshi, yomonga qattiq qo'llik qilinadi. 4-nasiba, inson qo'l ostidagi mahsulotlarini ham iflosini pokidan ajratishni o'rganish kerak. Toki pokni ham isrof qilma iflosga qo'shib. Bu narsa ko'pincha ayollarga tegishli narsa. Masalan, muzlatgichda qarasang, bir selofan meva turibdi. Sabzavot turibdi. Yoki bir guruch turibdi, bir mahsulot. Shuni ba'zi qismi aynibdi, chiribdi. Shuni o'sha joyini olib tashlamasang, qolgan hamma joyini ham aynitadi. Mana shunaqa paytda beparvolikdan, dangasalikdan qarab o'tiraverishadi, oxiri bir uyum narsa achib aynigandan keyin hammasini olib chiqib alatga otishadi. Bunga kim ana shunga mas'ul bo'lsa, e'tiborsizlik qilganda javob beradi qiyomatda. Bu isrof bu. Ko'pincha erkak odam bu narsalarga qarab yura olmaydi uyda. Va qarab yurishligi o'zi ayollarga bu yoqmaydi ham, mijg'ovlik tuyuladi.
Ana shuning uchun shuni mijg'ovlikda istamagan ayollar o'zidan bilib narsalarni pokini pokka, iflosini iflosga ajratishni o'rganish kerak. Bitta ikkita iflos irgan narsani deb butun boshlik bir pok narsani harom qilmaslik kerak. Aslida bir tabiatan pokiza ayol o'zi xilqatida o'zini farosati bor ayol bu narsalarni o'rgatmasa ham biladi. Lekin befarosat ayollar ko'pincha mana shunaqa qiladi. 5-nasiba inson mumtaz inson bo'lishga, mumayyaz inson bo'lishga harakat qilish kerak. Il qatori deydi-ku ba'zilar, yo'q, ildan ustunroq bo'lishga harakat qiling doim. Agar il qatori odam bo'laman desangiz, shuni bilingki, sizning g'oyangiz shu hali. Unga yeta olmasdan odatda ildan past darajada ham qolib ketasiz. Lekin men il qatori emas, mumtaz, ya'ni alohida imtiyozli odam bo'lishim kerak deb harakat qilsangiz, Alloh qodir qilsa o'shanga yetasiz. Yeta olmasangiz, eng kamida o'sha il qatori bo'lasiz. Osilsang baland darvonga osil deydi-ku, ana shunga o'xshagan gapda bu. Inson, ya'ni dinida il qatori deganda dinida demoqchiman, dunyoda emas. Dunyoda il qatori yashayvering, lekin diningizda il qatori yashayman demang. Ha, endi bo'ladi bizga shu oddiygina bo'lib yursak ham musulmon bo'lib. Yo'q. Oliy darajadagisiga harakat qiling. Yetsangiz yaxshi debman. Yetmasangiz endi o'shanga tushasiz. Lekin o'zi avvaldan o'zingizga il qatori iymonni maqsad qilib olsangiz, unga yeta olmasangiz eng pastiga tushib qolasiz. Shuning uchun ham inson muqarrabin bo'lishga harakat qilish kerak. Bo'lsa yaxshi, bo'lmasa eng kamida ashabul yaminga tushib qoladi. Bu ham yaxshi, jannat ahlini sifatida ashabul yamin. Lekin o'zi avvaldan ha bizga bo'laveradi endi, o'shanga yetsak ham deb olsangiz, u unga yeta olmay qolganingizda ashabu shimoga tushib ketib qolasiz. Har qanday narsani inson ehtiyotliroqni oladimi? Ana shunday diniy maqomda ham demoqchiman, imtiyozlik, mumtaz inson bo'lishga harakat qilish kerak. Masalan, 5 bahoga o'qiyman degan kishi, imtihonni 5 bahoga topshiraman degan kishi, yo topshiradi yoki 4 ga topshiradi. 5 bahoga topshiraman deb hech qachon 2 ga topshirib chiqmaydi. Eng kamida 4 ga topshiradi. Lekin avvaldan o'ziga men 3 ga topshirsam ham, 4 ga topshirsam ham bo'ldi degan inson o'shanga yarasha harakat qiladi-da, keyin 2 ga topshirib chiqadi ko'rasiz. Bu dunyoda imtihondan o'tish ham shunga o'xshaydi demoqchiman. A'lo bahoga harakat qilinadi.